Menga qaragin, nimaga Termizdan ketsa aksiya qilib bermayapsizlar? Kommentda hamma klientlarimiz nimaga ketsa aksiya yo'q deb nolib yotishibdi. Sizlarda faqat gap eshitmayman. Opa, men bilmayman, opa. Men o'lgur yonimga tushib xabarim yo'q, opa, men bilmayman, opa. Hozir masalani ko'zingni o'yaman. Men bu yerga tur. Men buni yert. Narxini ko'rsatib ber. Narxini ko'rsat. Hayajonlanma. Men buni ham yert. Tez yert. Mashetga hozir aksiya hududimizga nima dersam, hammasini 49 ming qilasan. Tushundingmi? Opa, kattalardan so'raylik. O'chir ovozingni. 49 dedimmi? 49. Hop bo'ladi, opa. Nima desangiz? Mana bularni qanchadan sotyotding? 139 ming. Endi 49 mingdan sotasan. Bularni qanchadan sotyotding? 199 ming. Bularni ham 49 ming sotasan. Opa, bu dvoyka. O'chir ovozingni. Opa, nimalar qilyapsiz? Bu aksiya emas, boya keldi-ku. Bularni ham klientlarimga aksiyaga qo'yib beraman. Necha puldan qilib berasiz bo'lmasa? Men asal klientlarimga, obuna bo'lib kelganlarimga, like, comment yozganlarimga 29 ming so'mdan qilib beraman. Razmerlari randomdan chiqqan chaqaloqlardan 30 gaga chaqaloqlargacha ham bor. Opa, bu ketishda haydalib ketamiz. Bo'ldi qiling. Hech qanaqasiga bo'ldi qilmayman. Tushundingmi? O'chirasanmi yo'qmi? Men klientlarimni bolasiga kiyim qilib berdim. Meni klientlarim bolasi endi oyoq yalang yursinmi? To'xta. Hozir buni o'zgartiramiz. Men bu yerda milliarddan oshiq oyoq kiyimlar terib tashlashgan randomdan chiqqan chaqaloqlardan boshlab 30 ga kirgan chaqaloqlargacha topiladigan razmerdagi 100 mingdan 300 minggacha bo'lgan krossovka, tuflilarni, makas, bosorochkalar hammasini 49 ming so'm olib ketsanglar bo'ladi. Men sizlar uchun ertalabdan kelib Termizdagi filiallarimizdan kedisi ham, jenisi ham bang'alatay deb yugurib keldim. Sizlardan faqatgina obuna bo'lib, like, comment yozib 49 ming so'mga ham kiyimlarimizni ham obularimizni kelib xarid qilish qoldi. Kelib olinglar, ulguringlar, xarid qilinglar.